Men Namangan Kosonsoydan keldim. Og'ir ahvolda. Bu kasallik bilan ko'p yillar juda qattiq qiynalardim. O'zim sezardim. Azobda o'tishim yetarli bo'ldi, keldim. Mana bir kunda xalos bo'ldim. Doktorlarga rahmat. Kelguncha davolandik. Bu yerga kelguncha bir 5-6 marta davoladim. Har 5-6 martada 5 milliondan bir 30 million pul ketdi. Natija yo'q. O'stirib ham ko'rdim, boshqa qilib ham ko'rdim, hamma narsa qilib ko'rdim. Malatogda zubilada chaqtirib ham ko'rdim. Mana kechagina dunyo ko'zga ko'rinmasdi. Bu yaxshi. Hammalarga rahmat. Mana bemalol yursa bo'ladi. Bundoq qilib qiyshab yurardim. Ha. Yaxshi. Og'riqlar, uyushlar yo'q. Mana hammasi joyida, xudo xolisa. Endi yana yashash davom etadi. Vrachlarga rahmat, sog' bo'lishsin, qo'llarida dard ko'rishmasin.